Lip motor. Lip motori C11, C10, C16, C19 hammasini qilib bera olamiz. Usilining ходовой qilib, klavishalar qo'yib, xudo xolasa 4 ta usiling amortizator taqib beramiz. Inshaalloh juda zo'r chiqadi. BYD. BYD Song Plus, Champion, P2 hammasi, hammasini qilib bera olamiz. Xudo xolasa orqasiga klavishalar qo'yib, oldi richaklarni o'zgartirib, 4 ta usiling amortizator qilib juda zo'r chiqadi. Xpeng. Xpenimiz ham juda zo'r mashina hisoblanadi. Faqatgina u ham xuddi shu 50 mingdan keyin ketib qolyapti. Xudo xolasa unga usiling ходовой, usiling amortizator juda zo'r chiqadi. Cherry. Cherry mashinalarimiz komforti zo'r, lekin ходовой yomon. Ularni hammasini usiling qilib, bizani yo'llarga moslamasak, juda taqir-tuqir bo'lib yotibdi. Xudo xolasa Merz ходовой, usiling amortizator Captiva'nikini qilib beramiz, inshaalloh juda zo'r yurib beradi. Jetower. Jetower mashinalarimiz X70, X95, X90 hammasini qilib beramiz. Juda zo'r chiqqan, Merz ходовой qilib, 4 ta usiling amortizatorlar qo'yib beramiz, xudo xolasa. Lekin ularda bittadan nosi bor, tez rullovga ketib qoladi. Rullovni ham bir to'lasi qildirib olish kerak, shunda chatga chiqadi mashina. Honji. Honji mashina ham juda jo'ski mashina hisoblanadi. Xudo xolasa shuning uchun bizani yo'llarimizga moslashtirish kerak. Uning uchun Merz ходовой usiling amortizator qildirmasa bo'lmaydi. Xudo xolasa juda zo'r chiqadi qo'llarimiz qildirgandan keyin. Jack. Jackimiz ham juda zo'r mashina, lekin ходовой juda yomon. Chunki unga arzon narsalar ishlatilgan. O'shani bitta usilingni qilib, xuddi shunaqa bizani yo'llarimizga moslantirib olsak, xudo xolasa zo'r chiqadi. Merz ходовой usilingni Captiva amortizator unga ham taklif qilamiz. Juda zo'r yurib beradi. Haval. Havalimizga Merz ходовой ham bor, Toyota ходовой ham bor. Uni modeliga qarab biz taklif qilamiz, xudo xolasa 4 ta usilingni amortizator обязательно bo'ladi. Juda zo'r yurib beradi, xudo xolasa ham. Venucci. Venucci'ga ham xuddi shu Merz ходовой orqalariga klavish, saniy bloklar qo'qilsa juda zo'r chiqadi. 4 ta usiling amortizator обязательно bo'lishi kerak. Hamma inomarkalarni xudo xolasa Amuruz avtoservisida kutib qolamiz, garantiyalar bilan qilib beramiz.